Ko'ryapsiz sazanni. 2 kilodan oshiq. Big Fishing. Assalomu alaykum. Big Fishing guruh a'zolari. Sizlarga bitta shokolad joy topib qo'ydim. Bu joyda qaranglar. Ko'l burchak ko'l ekan, chiroyli ko'l. Rosa qarmoq tashab dam oladigan suvlari mutli. Hozir ko'ramiz joyda. Assalomu alaykum. Mana Qodir akada natija bor ekan mana, uje bor ekan. Hali baliq tashalgani yo'q. Natija bo'lyapti ekan bitta, uje bo'lyapti ekan qani. Gap yo'q mana. Yo'qsiz sazanlar, kichkina katta har xil sazanlar bor ekan mana do'stlar. Ko'lni ko'ryapsizmi? Suvlari mutli. Xo'p. Do'stlar, mana yo'qsiz sazanlar ekan, mana farqiga borganlar shuni bitta qarashda biladi, yo'qsiz sazan. Mana shunisi 2 kiloga yaqin, 2 kilodan ham oshiq shekilli mana. Ko'ryapsiz sazanni. 2 kilodan oshiq. Mana shunaqa sazanlar tashalyapti, tashlaydi. Ha, barakasini. Barakasini bersin. Hammalarning omadlarini bersin. Ko'ryapsizlar, sazanlar kamida 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo shunaqa ekan. Bu Dedi qo'yib yo'qlashdi. O'zim pes qo'yamda. Mana. Mana do'stlar, baliqlar ham to'kilish boshlandi. O'zini baliqlari yetarli ekan, yana mana to'kilyapti. Bu ana katta. Naki. Zirkalni kalplar ham bor ekan. Sazan, yo'qsiz. Xo'p, do'stlar, bu ko'l Do'rmonda joylashgan ekan. Men tushunishimcha u mana tomon asfalt. Mana Qumtepadan kelib Do'rmonga yetib kelgandan keyin bu tomonga borib o'ngga burilganda, Do'rmonga kelib Farg'ona kanali bo'yidan o'ngga burilganda, yana o'ngga burilib kelinadi. Bu tomondan kelganda. Bu tomondan kelganda, Farg'ona tomondan, Qumtepadan kelganda, Qorajidan svetofordan o'tgandan keyin soydan o'tib bas, undan keyingi pоворotdan o'ngga buriladi. Lokatsiya bo'ylab kelinaveradi. Men yana lokatsiya tashab qo'yaman. Mana natijalar bo'lyapti ekan. Natija bo'layotgan joyga yana baliq tashlandi, xudo xolasa. Joy zo'r. Ko'l burchak ko'l ekan, suvlari mutli. Hozir yana baliq tashlandi. Natijalar uje bo'lyapti ekan. Kelaverasizlar.